Assalomu alaykum. Qadriyat nemis tili kanali kuzatuvchilari. Bugun mana 7-darsga ham yetib keldik. O'ylaymanki, 6-dars ham sizlarga ma'qul keldi va artikellarning kelishiklarda turlanishini yodlab oldingiz degan umiddaman. Demak, 7-darsimiz modal fe'llar. Nemis tilida 6 ta modal fe'l bor. Demak, ularni yozib chiqdim. Können qila olmoq, müssen kerak bo'lmoq, wollen xohlamoq, dürfen ruxsatga, ijozatga ega bo'lmoq, sollen shart kerak bo'lmoq, mögen istamoq. Demak, bu 6 ta modal fe'lni presensda hozirgi zamonda tuslanishini yozib chiqdim va buni e'tibor beradigan bo'lsangiz, biz o'rgangan qoida bo'yicha emas. Ya'ni qarang, fe'lning o'zagi o'zgarib ketyapti faqat birlikda va birinchi shaxs va uchinchi shaxs birlik bir xil tuslanishga ega. Ich kann, es kann. Hammasida xuddi shunday tartibda ketgan. Ya'ni modal fe'llarning tuslanishi juda ham bir-biriga o'xshash. Va ko'plikka e'tibor beradigan bo'lsangiz, ko'plik xuddi kuchli va kuchsiz fe'llarning presensda tuslanishi bilan bir xilda ketyapti. Ya'ni fe'l o'zagi n, t, n qo'shimchalarini olyapti hammasida. Demak, biz modal fe'llarning tuslanishini yodlashimizda yoki eslab qolishimizda asosan e'tiborni birlikka qaratishimiz kerak. Birinchi shaxs birlik va uchinchi shaxs birlik, demak, bir xil bo'ladi hammasida. E'tibor berib chiqing. Va modal fe'llarni gaplarda qo'llanilishini hozir birgalikda ko'rib chiqamiz misollar orqali. Demak, 6 ta modal fe'limiz uchun 6 ta misol yozib chiqdim. Hozir birgalikda ko'rib chiqamiz gaplarda modal fe'llarning ishlatilishi. Demak, birinchi gapimiz kann Deutsch sprechen. Ahamiyat bering, modal fe'llar gapda egaga qarab tuslanadi. Demak, modal fe'l va asosiy fe'l esa gapning oxirida infinitiv shaklda keladi. Infinitiv, ya'ni fe'lning noaniq shaklida tuslanmasdan keladi. Hammasida shu tartibda ketgan. Demak, kann Deutsch sprechen, u nemischa gapira oladi. Man darf nicht laut sprechen. Baland gapirish mumkin emas. Ich muss zur Arbeit gehen. Men ishga borishim kerak. Du sollst jetzt deine Hausaufgabe machen. Sen hozir o'zingni uyga vazifalaringni bajarishing kerak. Will morgen ins Warenhaus gehen. U ertalab do'konga borishni xohlaydi. Wir mögen schwarzen Tee trinken. Biz qora choy ichishni istaymiz. Demak, bu misollarni albatta ko'rib chiqing, yozib oling. Hammasida shu tartibda ketgan, ya'ni egaga qarab modal fe'l tuslanyapti. Asosiy fe'l esa gapning oxirida kelyapti. Infinitiv shaklda. Bu yerda tushuntirib o'tishim kerakki, sizlarga ikkita bir xil bir-biriga o'xshash ma'noga ega modal fe'l bor. Müssen kerak bo'lmoq, sollen shart bo'lmoq. Demak, müssen ichki ehtiyojdan kelib chiqqan holda biror narsa kerak bo'lsa, müssen ishlatiladi. Sollen esa kimdir buyurayotganda kerak bo'lgan narsa uchun ishlatiladi. Mana tarjimasida ham ma'lum, sen hozir uyga vazifalaringni bajarishing kerak. Kimdirga aytilyapti bu gap, to'g'rimi? Ich muss zur Arbeit gehen. Bu ichki ehtiyojdan kelib chiqyapti. Men ishga borishim kerak. Demak, mavzuyimiz tugadi. Albatta sizlar ham har bitta modal fe'lga bittadan misollar yozib, alohida shug'ullaning. Modal fe'llarni presensda tuslanishini albatta yodlab oling. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr.